Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz oldingi soatlik darsimizda farzand tarbiyasida tunji qadamning avval farzandlarni o'zgartirish yoki uni tarbiyalashdan emas, eng avval ota-onalarni o'zgartirish kerakligini ta'kidlagan edik. Endi ota-onalarning o'zini isloh qilishi va o'zgartirishi endi qanday bo'ldi? Farzand tarbiyasi oxirgi hisobda ota-ona bilan bolaning orasidagi munosabat masalasidan iborat. Biz bu nuqtada to'xtalishdan burun bunda bir narsadan boshlaylik so'zimizni. Bir kuni boshlang'ich 4-sinfda o'qiydigan Olimjon maktabdan bir tashdek gul kelibdi. Aslında muallimi onu topshiriq qilib bergan ekan. Shundaqla muallim o'quvchilarning hammasiga bu gulni qanday beqish, qanday sug'urish, qanday o'g'itlash haqida tafsiliy o'rgatibdi. Shuning bilan nayt xo'shal Olimjon uyga bu gulni akibdi. Shuning bilan muallimi degandek uni beqishga boshlabdi. Vaqtida sug'uribdi, o'g'itlabdi, bir qancha kun o'tibdi. Ama Olimjonning ko'ngli yerim bo'pti. Qarasa u hech ko'ngildagidek aynamabdi. Shuning bilan bu dadasiga qaqshabdi. Dada, qarama gulga. Men shuncha o'g'itlasam, muallim deganda qilgan bo'lsam-mu, bu gul toza aynimidi. Shuning bilan dadasi shunday qarasa bu masalaning nima ekanligini qarab bilibdi. Aslida Olimjon bu gulni kun tushmaydigan bir taskiga ega qo'ygan ekan. Demak, aslida bu gul optapda aynaydigan gul ekanda. Demak, biz bu gulning misolidan bunda bir narsani his qila olamiz. Gul yaxshi aynishi uchun, u baroqsan bo'lishi uchun u suvga muhtoj. Undan keyin o'g'itlashga muhtoj. Undan keyin suv o'g'it bo'lsa yetarli emas. Endi bu quyoshdan uzoqlik olishga muhtoj. Ya'ni optapda turishga muhtoj. Demek bir gülning yaxshi o'sishi uchun u bir qancha xil ehtiyoj borligini ko'rib yetalaymiz. Menimcha endi gap bu yerga kelganda sizlar buning farzand tarbiyasi bilan nima munosabati borligini his qildinglar deb o'ylayman. Xuddi bolalarmi shunga o'xshaydi. Yani insonlarning ehtiyojimi xuddi gulning ehtiyoji har xil bo'lganiga o'xshash. İnsanlarning o'sib yetilish ehtiyojlari har xil bo'ldi. Xuddi bir gulning o'sib yetilishi bayam deganimdek suvga bir, ikkinchidan o'g'itlash, uchinchidan yaxshi tuproq, balkim yana optap, balkim albatta ba'zi gullar optap ziyon qilishi mumkin. O taskayada o'sishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, bir o'simlikning yetilishi bir qancha xil ehtiyoj tan qondirilgan vaqtda andan keyin bu gul yaxshi aynaydi ekan. Odamning masalasi dal shunday. Bolalarning ishi shunga o'xshaydi. Bolalarning ehtiyoji har xil bo'ladi. Agar bu ehtiyojlarning birini qondirib, birini qondirmasak, biriga sal qarab, biriga esilib olsak, o vaqtda bu bolalarning tarbiyasi xuddi haliqi gul aynamaganga o'xshash. Bu bolalarga ishlangan tarbiyami o'z unumini ko'rsatmaydi. Biz bu maqsadimizga yetolmaymiz. Demek bir gül yoki o'simlikning yaxshi aynishi uchun avval uning ehtiyojlarini berish oldingi shart bo'lganiga o'xshash. Bir bolani yaxshi tarbiyalash uchun eng avval bir bolaning qanday ehtiyojlari bor, qanday tubki istaklari mavjud. Shularni bilish, shularni tarbiyalashning tunji qadami hisoblanadi. Bo'lmasa bizmi xuddi sug'agan tursam, o'g'itlagan tursam bu gul hajab aynimidi deganga o'xshash. Men bu bolamga oid yaxshi o'qituvchilarni taklif qilgan tursam, intayin yaxshi maktablarga olib bergan tursam, har qanday kitob desa olib bergan tursam, ammo bu bolam toza yaxshi tarbiyalanmayotdi. Men buning ahvolidan toza rozi emas degandek bir ahvol yuz berishi mumkin. Unda biz bolalarning ehtiyojlari haqida to'xtalaylik. Zodi bolalarda qanday ehtiyojlar mavjud? Menimcha buni bir qancha turga ayirib tushunib olishimiz tarbiyamizni qanday elib berishda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, hamda hammamiz bilamiz, bir bola tug'ilgandan keyin eng dastlabda u uzuqlanish kerak. Ya'ni onasini emish kerak, ya'ni sutga ehtiyoji bor. Boshqacha aytsak, uzuqlanishga ehtiyoji bor. Yemak, ichmak, kiyim-kechak, uxlash, uning ta'rifini qanday qilishi bu vaqtida. Mana bularning hammasi u bolaning ehtiyoji. Biz buni bolalarning jismoniy ehtiyoji deb ataymiz. Amaliyotda bolalarning bu jismoniy ehtiyoji uning boshqa barliq ehtiyojlarining moddiy asosi. Agar jismoniy ehtiyojlari yetarli joyda qondirilmasa, o vaqtda u bolalarning boshqa jihatdagi taraqqiyoti faoliyatga tushib qoldi yoki og'ir ta'sirga uchraydi. Ikkinchidan, bolalar tug'ilib ozroq vaqt o'tgandan keyin hamma narsaga qiziqish nazari bilan qarashga boshlaydi. Biz buni ota-ona bo'lib sifatimiz bilan his qila olamiz. Agar tili chiqishga boshlagan vaqtda bu nima, buning ichida nima bor, bu nereden kelgan, nimishqa bunday harakat qildi degandek to'xtamay savol so'rashga boshlaydi. Ya'ni bolalar atrofidagi dunyoga intayin qiziqadi. Yangiliklarni bilishga, uning keyindagi sirni eshitishga qiziqadi. Masalan, biz bolalarimizga o'ynaydigan bir mashina olib berdik deylik, 3-4 yoshli bolamizga. U birdan o'ynagandan keyin darhol buning ichini chuvib, echib beqishni o'ylaydi. Bu mashina nimishqa mangadi? Buning ichida buni zoti qaysi narsa mang'uzyotidi deganni bilgisi kelib ketadi. Biz buni bolalarning aqliy ehtiyoji deb atsak bo'ldi. Endi uchinchidan, masalan, bolalar tug'ilib yana ozroq vaqt o'tgandan keyin agar bir notunish narsani ko'rib qolsa, masalan, tuyuqsiz mushuk yoki it deganga o'xshash. U kichik bolalar qo'rqqandan onasiga chin chaplashib oldi. Agar onasi uni chin quchoqlasa biroz tasalli topdi. Endi sal cho'ng'ilashga boshlagandan keyin hatto notunish kishilar kelib, quchqamga olay desam bu bola onasiga chaplashib oldi. Yoki tunimaydigan odamning quchqiga bormaydi. Bu nima?
Ameliyatda bu ballardaki bexatarlik ihtiyacı. Yani çoğun buluşuğa geçip asta ballardaki hürmetleniş ihtiyacı, suyuluş ihtiyacı, degandek her xil ihtiyaçlarının ifadelanayotganligini his qilishga başlaymiz. Yani ballardaki bu his duyguga aloqador barliq ihtiyaçlarni biz yig'inchoqlab hissiyat ihtiyacı deb atsak bo'ldi. Hamda 4-chidan bir bola tug'ilgandan keyin avval o'zining boqquchisi bilan, ya'ni onasi yoki dadasi bilan yaqin munosabatda bo'ldi. O'zining zodi kim ekanligini va kim emas ekanligini amaliyotda ota-onasi bilan va atrofidagilar bilan bo'lgan munosabatda asta-asta anqirishga boshlaydi. Amaliyotda bir bolaning o'zining kimligini bilishi, uning ijtimoiylik jarayoni hisoblanadi. Agar biz insonlarning ijtimoiylashishi degan vaqtimizda amaliyotda dal mushuni ko'zda tutamiz. Ya'ni bolalar, men mavi ayolning bolasi ekan, u menga amroq ekan. Mavi odamning o'g'li ekan yoki bolasi ekan, u menga amroq ekan. Men bular bilan birga bo'lsam, xotirjam bo'lganman deb o'ylashga boshlagan vaqtda o'zining kimligini anqirishga boshlagan bo'ldi. Shuning bilan uning urug' tuqqanlari bilan yoki do'stlari bilan birga o'ynash, birga yashash ehtiyoji bo'ldi. Biz bularni umumlashtirib, ya'ni bolalarning boshqalar bilan bo'lgan munosabatga ehtiyojini umumlashtirib, biz ijtimoiy ehtiyoji deb atsak bo'ldi. Demek yig'inchoqlagan vaqtda bir bolaning o'sib yetilishida uning jismoniy ehtiyoji, aqliy ehtiyoji, hissiyot ehtiyoji va ijtimoiy ehtiyojidan iborat cho'ng jihatdan aytganda 4 xil ehtiyoji bo'ldi. Bundaqda biz bu ehtiyojlarni bildik. Bu ehtiyojlar zodi bizga nisbatan, ya'ni ota-onalarga nisbatan nimadan darak berdi? Biz bu ehtiyojlarga qanday muomala qilishimiz kerak? Eng avval bilishga tegishli va idrok qilishga tegishli bir paket shu. Bolalardagi bu ehtiyojlar bir obyektiv ehtiyoj, ya'ni ota-onaning va bolalarning irodasidan halqagan ehtiyoj. Boshqacha aytganda, Alloh insonlarni yoki bolalarni ana shunday tubki ehtiyojlarga ega qilib yaratgan. Buning bizning irodamizdan halqagan, biz ta'sir ko'rsatmaymiz deyishimizdagi muhim sababning birisi, nurg'un ota-onalar amaliyotda bu xil ehtiyojlarni tushunmaydi yoki tushunsa-mu uni to'liq qabul qilishni o'ylashmaydi. Xuddi u yo'qdek, ya'ni bolalar bilan bo'lgan munosabatda bolalarning unda ehtiyoji yo'qdek muomala qildi. Buning shunday obyektiv ekanligi, bizning irodamizdan halqaganligi bizni bolalar bilan bo'lgan munosabatda va tarbiyada chuqur shu ehtiyojga yuzlanish kerakligini, ota-onalarning amaliyotda bundan boshqa tanlashini yo'q ekanligini bildirdi. Yani ata-ona balamning men bu ehtiyojini qondiray, buni olib korim bo'lmasin deyolmaydi. Agar unda desa vaqtda balaning tarbiyasini yaxshi bo'lishini so'zlachish asosan mumkin emas. Biz bayonga o'qitishni aslasak bo'ldi. Biz gulni sug'amay guliston qilsam bo'ldi yoki nihoyatda soya tusumu bu gul echilaversa bo'ldi deb orzu qilgan bilan o'xshash. Endi qonuniyat deganimiz nima? Allah Qur'oni Karimda bir oyatda bundoq degan. Qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Buning ma'nosi Allah barliq narsani muayyan bir miqdorda, muayyan bir o'lchamda yaratdi deganlik. Masalan biz buni o'xshatsak, suv 100 gradusga yetgan vaqtda qaynaydi. Bir kecha kunduz 24 soatdan tuzilgan. Ana 7 kun bir hafta bo'ldi. 30 kun bir oy bo'ldi. 12 oy bir yil bo'ldi. Quyosh, oy o'zining orbitasida va bir-birini aylanib, muayyan bir vaqtda aylanadi, harakat qiladi deganlarning hammasi amaliyotda qonuniyatdan iborat. Ya'ni koinot dunyosidagi barliq narsalar, mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, o'zining muayyan bekitilgan bir qonuniyati bor. Ya'ni muayyan bir miqdori bor va muayyan bir o'lchami bor. Amaliyotda insonning badanimi Allah yaratgan bir mahluq, ya'ni yaratgan bir narsa. Demek insanın üsp yetilişimi Allah şu insonga yaratgan qonuniyatning ichidan chiqib ketolmaydi. Agar inson bilan bo'lgan munosabatda bu qonuniyat tushunilmasa, bu qabul qilinmasa va shunga loyiq harakat qilinmasa vaqtda bu inson bilan bo'lgan munosabat chuqur buziladi yoki mag'lubiyat yuz beradi. Demak, o'xshashda biz bunda bir yakunni chiqarsak bo'ldi. Biz har qanday bir shay bilan bo'lgan munosabatda agar shuning qonuniyatini tushunmasak, bilmasak, uni bilan bo'lgan munosabatdagi bizning harakatlarimiz chuqur mag'lubiyatlarga oxirlashadi. Demak, ota-ona bolalar bilan bo'lgan bu tarbiya munosabatida Allah'ın şu ihtiyacını bu bir muqarrar qonuniyatga deb tunamagan vaqtida, o vaqtda men bu balamning barliq moddiy ehtiyojini obdan qondirib berdim, nima desa setib oldim, qanday kitobni setib berdim, kichkidan boshlab faqat yerga qaratmadim, 9'ini tal qildim, ammo yana faqat bu balam ko'nglimdagidek odam bo'lmadi deb tushunolmay qolamiz. Amaliyotda javob nihoyat oddiy, ya'ni sabab nihoyat oddiy. Siz balangizning faqat moddiy ehtiyojiga ko'ngil bo'ldingiz, ammo uning boshqa ehtiyojlari. Amaliyotda yuqorida men tilga olgan bu ehtiyojlar birisi bilan intayin zich munosabatli. Garchi biz buni farqlantirib 4 xil kategoriyaga ayırgan bolsaqmı, o ameliyatda bir xil yıldızını üsüp çıqqan 4 daraxtga o'xshaydi. Hammasining tigi birisi bilan zich bog'langan. Ammo ifodasi va qonuniyatlarning birisi bilan siz farqlanish tufaylidan biz tushunish texmi oson bo'lsin va bu tushunish ustidagi tarbiyamiz texmi dal va texmi qaratmalikqa ega bo'lsin deb buni farqlantirdik. Masalan deyli, bolalarning uzuqligini yaxshi bilishi, bolalarning, ya'ni bunda deganda jismoniy ehtiyojini yaxshi qondirilishi bolalarning mingi taraqqiyotini yaxshilaydi. Ya'ni mingisi sog'lom cho'ng bo'ldi. Mingisi sog'lom cho'ng bo'lgan bolalarning
zehni kuchi yaxshi bo'ldi. Agar zehni kuchi yaxshi bo'lsa, maktabdagi darslarining natijasi balki yaxshi bo'lishi mumkin, agar tirishchanlik qo'shilsa. Bir tadqiqotni misol qilib o'tay, hozir esim kelib qoldi. Kanadaning Toronto shahridagi bir ma'rif tadqiqot o'rni bunda bir tadqiqot olib borgan. 6000 nafar o'quvchini tekshirgan bular. Bular asosan to'liqsiz va to'liq o'rta maktabning bolalari. Ularning nashtaligini yaxshilagan. Ya'ni 2 yil ular o'zining retsepti bo'yicha quvvatli bir nashtalig bergan. Buni 2 yil davomlashtirgan. 2 yildan keyin bu bolalarning universal ifodasida bu nashtalig programmasiga qatnashmagan bolalarga qaraganda nihoyatda cho'ng farqlar ko'rilgan. Masalan, ilm-fan natijasi va o'qish natijasi. Yani kitap okuş deganmi ayrim bir tür hesaplanadi. Gerçi bizde unda hesaplanmasimi, ikkisiga yaqin oshgan. Bolalarning masala qilish iqtidori va maktabdagi faoliyatlarga aktiv qatnashish nisbati 11% dan 16% gacha yuqori ko'tarilgan. Demak, bir nashrning bolalarning o'rganish natijasiga bu qadar ta'sir ko'rsatganligi amaliyotda ularning jismoniy ehtiyoji bilan aqliy ehtiyojining shunday munosabatli ekanligini ko'rsatib turadi. Amaliyot bu bek oddiy savat hammamiz bilamiz. Ammo o darsda yaxshi bo'lgandan keyin asta-asta uning muvaffaqiyat tuyg'usi kuchaydi. Muvaffaqiyat tuyg'usining kuchayishiga ergashib bolalarning o'ziga ishonchi yuqori ko'tarilishga boshlaydi. O'ziga ishonchi yaxshi, o'ziga ishonchi yuqori bolalarning umumiy psixik sog'lomligi yaxshi bo'ldi. Demak, bu yerda ma'lum bir ehtiyojni yaxshi qondirishning shunday qilib zanjirsimon ta'siri bo'ldi. Ya'ni birisi-birisiga zich munosabatlik demakchi. Balki ota-onalar o'ylagan bo'lishi mumkin. To'g'ri, biz bolalarning 4 xil ehtiyojini bilib oldik. Endi biz buni qondirsaqla yaxshi bo'lib ketadi ekan deb o'ylab qolamiz. Ammo bu bunda deyilishi oddiy bo'lgan bilan uning amaliyoti oddiy emas. Masalan, bayon tilg'og'ining bu o'xshash ba'zi ota-onalar bolalarining moddiy ehtiyojini voyaga yetkazib qondirib mesela yine bazı hatalar ben ballarımı küyendim deb erkiletip ballarını bütünlüğü taptın çıkarıyordu. Yani bazı hatalar ballarımız ders yaxşı olsun deb bütünlüğü akli ihtiyacılı meblağ selip ballarının ademiyliği, yani onun psikik ihtiyacı, yani başkaçı degende hissiyat ihtiyacı degen taraflarını fakat oylaşmaydı. Demek emeliyatta biz bunun ait adıyla 4 xil ihtiyacı varken biz bunu kandırsaklı buldu eken degenimiz bilen bütün mesele onun tafsilatlarıdır. Yani bu ihtiyaçlarını kandak kandırış lazım, nemede kandırış lazım, kançılık miktarda kandırış lazım. O balalarga asasen fark kılındı. Mesela oğullarının kandak, kızlarının kandak. Hatta balaların küçük vakti değil. Mesela yeni doğulgan bu vaklarda bağlanış hissiyatı küçük oldu. Bağlanış istiki, yani bağlanış ihtiyacı. Yani her vakit ata-anasından ayrılıp kalsa özü bir hata his kılmaydı. Ama bu kadar ihtiyaç balalarının çoğun oluşuna erişip. Mesela balagat yaşık etkiye vakitte balalardaki bağlanış ihtiyacı emez, eksişe balalar müstakillik intilişe başlaydı. Ama Allah öyden çıkışını, özü müstakil yaşayışını oylaşına başlaydı. Ameliyatta perzent terbiyesi bana muşu tepsilatlardan ibaret. İnşallah biz bunu da ikinci derslerimizde del. Mana bu ihtiyaçlarını kandak kandırışın konkret usulları, inçki tepsilatları hakkında toxtalımız. Hem de bayan prezent terbiyesine gülge okşattım baştıla. Hem de prezent terbiyesi ameliyatı bazı gülbekişe okşaydı hem okşamaydı. Hem de gülbekişte biz kolumuzu kullanmamız bolsa, vaxtida suğasak, vaxtida oğutlasak, anadaki aptap ihtiyacını vaxtida kandırırsak belki yaxşı buluşu mümkün. Ama ballarının ihtiyacı ondaq emas. Ballarının ihtiyacı da bu gülbekiş kullanmasına okşaş teyya zavuttan çıkan bir retsep yok. Çünkü insanların ballarının ihtiyacı üzümlüklerinin neçesi mürekkep, neçe hesse özgürüşçen. Qısqartqa vaqtimizda biz bugünkü dersimizden bunda 4 noktada xulasıya külliyelişimiz mümkün. Birinciden, balalarning üst bitilişide cismani ihtiyaç, akli ihtiyaç, hissiyat ihtiyacı ve ictimai ihtiyacından ibaret çoğun 4 tüpke ihtiyaç var. İkinci, bir muvaffaqiyatlik balalar terbiyesi ameliyatı ata-onalarning balalarning mush ihtiyaçlarını tushunish, qabul qilish va qandirish ustiga quriladi. Üçüncü, agar bu ihtiyaçlarning ma'lum bir tarafiga ahamiyat berilib, yana ma'lum bir tarafiga sal qaralsa, ya'ni umumyuzlik ahamiyat berilmasa, o vaqtda tarbiya kamtuk bo'lib qoldi, tarbiyaning ta'siri yetarli ifodalanmaydi. To'rtinchi, bu ihtiyaç kanuniyet, yani objektif kanuniyet. Eğer biz galibi qilamiz deydiganimiz chuqur qonuniyatga amal qilishimiz kerak. Shuni unutib qolmasligimiz lozim. G'alabining ochqichi qonuniyatga rioya qilish bo'lsa, mag'lubiyatning sababi qonuniyatga xiloflik qilishdan iborat. Bu farzand tarbiyasida shundoq. Ko'rishkicha omon bo'linglar. Albatta kanalimizga a'zo bo'lishni unutib qolmanglar. Allohga omonat.